Basillarning bahosi arzonladi. Bu yil sizlar uchun yangilik. Urganch o'yinxonaga keldik. Ukam, tushuntir basillarning necha so'm? Bu basseynimiz cheshillardan bassen bo'ladi. Quruq og'zi cheshillardan mana 183 diametr bo'ladi. Balandligi 55 sm. Puli 220 ming so'm bo'ladi. 2-3 bola bemalol tushaveradi mana. Bu basseynimizni ko'ringlar. O'zi o'tgan yil bu basseynlar adashmasam shu 1,5 millionga sotilgan o'xshaydi. 1,5 bo'ladi da. Bu yil sizlarga 1 million so'mga qo'yildi. Razmerlarini aytib uka? Razmerlarimiz diametri 3 metr bo'ladi. Balandligi 76 sm. Sig'imi 4 tonna suv oladi. Bahasini qaranglar 570 ming so'mdan endi bo'ynaydi. Qarang, buni diametri 344 bo'ladi. Balandligi 51 sm. O'tgan yili 850 ming so'mdan sotdik. Bu yil 570 ga keldi. O'zlarimiz ham shokdamiz buni bahosida. Mana ko'ringlar. Bu 860 ming so'mdan keyin 260 ga 160 ga chuqurlik 65. 65 sm. Necha tonna suv oladi taxminan bu endi? 1,5 2 tonna atrof oladi, ha? Tushunarli. Bunda yana biri bor. 1 million so'mga qo'yilgan. Buni eni bo'yina kelsak 3 metr, 2 metr 75 sm cho'nqirligi bo'ladi ekan. Ana Urganch o'yinxonaga kelaverasizlar. Sizlar uchun variantlar bor. Agar sizda naqd pul bo'lmasa, o'zib beradigan variantlar ham bor, shunda to'g'rimi? 4 xil variantimiz bor. Tushunarli. Endi men sizlarga manzillarni aytib o'taman. Urganch o'yinxonaga nereda joylashgan? Urganch o'yinxonaning manziliga kelsak, orientirlarni tushuntiraman. Urganch rayonida. Urganch rayon pochtasi bunda. Anaqa o'tsangizlar, hokimiyat 19-Damas, 19-avtobus keladi. Naqd-navasi to'liq videosi Davlat To'y YouTube kanalida, xudo xolasa. Ana endi bu videomizda basseyn olaman degan yurtdoshlarimizga yurak ko'nglar, arzon basseynlardan olib qolinglar.